ehtimol namozxondir. Ehtimol xayri saxovat qiladigan qo'li ochiq odamdir. Bunaqa odamni qilgan duosi ham ijobat bo'lmaydi, namozi ham qabul bo'lmaydi. Eshitib qo'yinglar shu narsani. Yolg'on ishlatyapsizmi? Duoingiz ham o'tmaydi, sadaqangiz ham o'tmaydi, namozingiz ham o'tmaydi, duoingiz ham ijobat bo'lmaydi. Chunki innalloha toyyibun la yaqbalu illa toyyiban. Chunki Alloh pokiza zot. Bunaqa harom xarishni qabul qilmaydi. Faqat pokiza narsani qabul qiladi. Bunaqa g'irrom yo'l bilan pul topib, qoningizni to'g'rizyapsizmi? Ichingizga harom kelyaptimi? Bunaqa ibodatingizni qabul qilmaydi. Bu harom bilan yeb, quvvatlanib qilgan ibodatingizni qabul qilmaydi. Umringiz qabul emas, hajingiz qabul emas, sadaqangiz qabul emas, qilgan duoingiz ijobat bo'lmaydi. Kimdandir duo olayotgan bo'lsangiz, bu duoning ham sizga foydasi yo'q. Chunki siz harom ishni ko'rib bilib turib qilyapsiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam savdoda yolg'on, g'irrom aralashib qolishi mumkinligini, inson beqasd narsa kirib qolishi mumkinligini aytganlar. Endi undan qutulish yo'li sadaqa qilib turinglar deganlar Rasululloh. Rasululloh aytadilar: "Ey savdogarlar, savdoga albatta shayton va gunoh hamrohdir. Savdolaringizga sadaqa aralashtirib turinglar" deganlar. O'sha boyagi g'irromda ochiqchasi qilayotgan hojakalar qo'sh tirnoq ichida. Shu hadisni eshitganda noto'g'ri tushunib olganda nazarimda, men shunga o'xshagan g'irrom ishlarimni sadaqa qilib tursam, u ishni bo'lib ketadi, yuvilib ketadi deb noto'g'ri tushunadi shekilli. Birodarlar, bu hadisda aytilgan narsa boshqa narsa. Sizni savdoingizda xato, nuqson aralashib qolsa, bu beqasd bo'lgan bo'lsa, beqasd bo'lgan kamchiliklarni sadaqa yuvib turadi degani. Zo'r ekanda, $1 million yolg'on bilan topib turib, 100 mingni sadaqa qilib qo'ysangiz, bu yoqda 900 ming foyda qolib ketaverasizmi? Voy birodar, tushuning. Bunaqa yo'l bilan savdo qilayotgan akalar, sizlar ochiq haromda bilib turib, qasddan qilyapsizlar. Allohning dini bilan o'ynashmanglar birodarlar. Buning oqibati chatoq bo'ladi. Nima? Sizlar uchun dindor bo'lib ko'rinish, soqol qo'yib tasbih yugurish, masjidga yugurish bu nima? O'yinmi? Nima? O'lmaysizlarmi? Qancha yashamoqchisizlar? Halolmi, harommi topding-a pul, baribir sendan qolib ketadi. Go'ringga olib ketmaysan. Endi nimaga shuna qilyapsan desa, boyagi darsimizni boshlayotgan gapimiz. Rizq haqidagi tasavvuri noto'g'ri. Yozilganni yeysan, qanaqa qilib topsang ham yozilganni yeysan. Qaranglar-da, shu o'rinda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Robbisidan bir hadis qudusiyni bizga rivoyat qilib beradilar. Alloh taolo aytadi: "Abdi anta turid va ana urid." Bandam, sen ham xohlaysan nimalarnidir, men ham xohlayman sendan nimalarnidir. Agar men sendan xohlagan ishda, men xohlagandaqa bo'lsang, sen xohlagan ishlarga men o'zim kifoya qilaman. Halol bo'l, birodar xalqidan qo'rq, tarozidan urma, shariatda aytgandaqa savdo qil. Sen nimani xohlayotding? Barakani, keng rizqni, osoyishtalikmi? Men beraman shuni deyapti. Agar men sendan xohlagan ishlarda men aytgandaqa bo'lmasang, sen xohlagan ishlarda men senga kifoya qilmayman, seni qiynab qo'yaman. Baribir oxirida men aytganim bo'ladi deydi. Iymonimiz bormi shunga? Birodarlar, harom bunaqa ish qilishlik. Sen birodar bunaqa harom ish qilganing uchun, g'irromni qoyil maqom qilib bajarib qo'yganing uchun boyib ketmayapsan. G'irrom yo'l tutganing uchun rizqing ko'payib qolmaydi, yozilgani keladi. Yolg'on gapirding, aldading xaridorni. $100 topding. Yig'la. Chunki bugun $100 topardi ekansan, agar rost gapirsang ham. Sen yolg'on gapirganligi uchun pul topmading, Alloh yozgani uchun topding. Endi yolg'on gapirding, klient olmay ketdi, $100 topmading, yana yig'la. Chunki baribir kelmadi, lekin gunohkor bo'lding. Bugun senga shu rizq kelish yozilganmi? Tamom, keladi. Bugun foyda ko'rishing yozilganmi? Keladi.
Tirikmisan, rizqing bor. Robbing seni esdan chiqarib qo'ymaydi. Eslab qolinglar shu gapni. Robbing seni esdan chiqarib qo'ymaydi. Rivoyat. Sulaymon alayhissalom bu ulug' payg'ambar hayvonlarni tilini eshitgan, tilini tushungan, bilgan, o'zi ham gapira olgan. Parranda, hasharot, xullas jonivorlar. Qarasa bir kuni bir chumoli bir dona bug'doyni so'dirab, qiynalib mashaqqat bilan o'zini kaviyaga olib ketyapti. Tirikchiligi, rizqi. Sulaymon alayhissalom to'xtatib, 1 yil uchun senga necha dona bug'doy kifoya qiladi? 1 yilda nechta bug'doy yeysan? Desa chumoli 2 dona dedi. Sulaymon alayhissalom unga sen bu mashaqqatni qo'y. Men seni bir qutiga solib qo'yaman, 2 dona bug'doy bilan yilda oxirida ochib yana solib